mana ikkitasi qamaldi, qolganini yana kovlayman deyapsiz. Bu narsalar keragi yo'q. Sizni 9 ta merasa urdiribsiz. Siz bitta merasaga ham yaramaysiz urush bo'lsa. Assalomu alaykum Furqat tumani ahli. Men shu 29-maktabni yonida yashayman, Bobiston qishlog'ida. Meni nevaralarim ham shu 29-maktabda o'qiydi. Gullar onaxon, shuncha ishlar bo'ldi endi. Buni endi to'xtating. Oxiriga yetamansangiz ko'p ishlar chiqadi. Endi bizni mahallamizda masalan bir ish bo'lagidek bo'lsa, shu Furqat tumani merisalari kelib yordam qiladi yoki boshqa qiladi. Doim yordami tegadi baribir. Endi siz mana ikkitasi qamaldi, qolganini yana kovlayman deyapsiz. Bu narsalar keragi yo'q. Sizni ahlingiz ko'p, pedagogsiz, siz o'qigansiz. Bu narsalarni to'xtating endi. Siz bir narsa qilaman desangiz, bularni ham oilasiga jabr, ota-onalari qiynaladi. Mana eshitib turibsiz, keragi yo'q narsalar bo'lyapti. Gap ko'paysa ko'payadiki, to'xtamayapti gap. Naborot, siz endi bo'ldi, to'xtating bu narsalarni. Baribir biz kimgadir shular bo'lmasa biz tinch yashab uyimizda uxlab turmaymiz. Shularni foydasi tegyaptiki, biz maza qilib uyimizda tinchgina yotib turib turyapmiz. Bolalarimiz yonimizda, bag'rimizda. Xudoga shukr. Endi siz bu narsalarni to'xtating. Centrum Holidays Umra ziyoratini sizlarga taqdim etadi. 14 kunlik standart, 14 kunlik komfort paketlarimizni sizlarga tushuntirib berib o'tamiz. Standart paketlarimiz ekonomdan ancha yaxshiroq bo'lib, qulay sharoitlarda, mehmonxonalarimiz uzoq bo'lmagan haramga yaqin joyda joylashgan bo'ladi. Komfortda esa juda ham yaqin bo'lib, 350 metr haramgacha va 100 metr Madinada mehmonxonalarimiz bo'ladi. Standart paketimiz ekonomdan ancha sifatliroq. Nega? Internet 690, 700, 850 va hokazo narxlardan emas. Bizda 50 so'm 100 so'm qimmat bo'lishi mumkin, lekin sizga qulay sharoitda, qulay litsenziyalangan umra safarini biz sizga tashkillab beramiz. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hammalaringizga kirib kelgan yangi yillaring bilan yaxshi o'tyaptimi? Men mana shu Furqat tumanining Bog'obiston qishlog'ida yashayman. Endi hammani hozir o'z fikriga ega, hammani o'zini gapirar unaqasi. Men oddiy bir insonman. Shu qishloqda yashayman. Mana shu Bog'obiston qishlog'ini 29-maktabida shu yerda bitirganman. Farzandlarim ham bitirgan. Xudoga shukr, alhamdulillah, Xudo o'zingga shukr. Endi bu singlim Gularani sizga qanday desam, shu maktabimizga, qishlog'imizga kelibsizki, yaxshi bas. Bu ishingiz umuman yaxshi bas. Sizni 9 ta merasa urdiribsiz. Siz bitta merasaga ham yaramaysiz urush bo'lsa. Sizni qanday 9 ta merasadan bitta musulmon, bitta insobi yo'q merasa chiqmay qolarmidi? Bu gapingiz umuman yoqmadi. To'g'ri kelmaydi ham. Oddiy qishloqda xalqi bo'lib, shu fuqarosi bo'lib, unaqa qilaman. Yo'q, ichki ishlar bo'lmasa bori Afg'oniston battar bo'lib ketamiz. Ichki ishlarni boriga shukr. Mana men shu zonada turaman. Yoni mana Sirdaryoda turaman, Tojikistondan. Bitta begona Tojikistondan o'tib qolsa, bir deganda keladi shu merasalar. Qishlog'imda biranta tovuq yo'qolsa ham bunday telefon qilsak ham yetib keladi. Davlatning odamiga oson tutmaysiz. Misol men merasalardan hech qanaqa yo tanishim, yo bir narsam yo'q. Oddiy xalq bo'lib o'zimda manitimdoni gapiryapman. U nima bo'lgan taqdirda ham yig'ishtiring. Tinch qo'ying endi. O'zbekistonda ham ha deb bizda rayon meni qishlog'im chiqaveradi. Seni maktabingda bo'lgan ekan, qayerga borsam ham seni maktabing bo'lgan ekan deydi. Hammani o'ziga jazosini o'zi bersin Xudo. Tinch qo'ying endi seni. Meni fikrim shu. Hadi merasa zoti u bu deb bunday kallangizga sig'diryapman. 9 ta merasa qanday sizni uradi? Kerak bo'lsa bitta merasaga yaramaysiz. Ichki ishlarga ham tinch qo'ying. Hammani o'ziga yarasha kallasi bor. Mana sizda rayon bizni maktabga qo'yibdi. Mana men o'zim shu maktabni bitirganman 29 da. Farzandim 4 ta farzandim bitirdi. Xudoga shukr, biron marta hali bir ting degan ovozi bir ondaqasi chiqqan yo'q edi. Mana siz keldingiz maktabga, siz yomonlashim, ondaqa ham yo'q meni. Sizni tanimasam, boshqa qilmasam, siz o'qituvchi bo'lib, direktor bo'lib, bolalarga beradigan tarbiyangiz hozirdan shunaqa bo'lsa, bu aqlsiz bolalar kelajakda qayerga qarab intiladi? Bo'ldi qilasizmi, boshqa qilasizmi, tinch qo'ying endi, maktabni qo'ying. Ha deb u merasaga, bu merasaga osilavermasdan. Mening fikrim shu, hech qachon ahlini ishonmaydi 9 ta merasa bitta ayol kishini urdi deganiga.
Centrum Holidays'da 50 boshlar malakali, madrasani bitirgan ahli jamoa bo'ladi. Bizda povurlarimiz o'zimiz vodiydan, milliy taomlar, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal. Madina-yu Munavvarda va Makka-yu Mukarramadan 10 dan ortiq ziyorat joylariga olib boriladi. Ravzaga, Uhud tog'iga, Xurmo bog'ida oshlar bo'ladi. Xo'p, bu 14 kun davomida ibodatlar tugat bo'lganingizdan keyin firmamiz tomonidan sizlarga Qizil dengiz sayohati bonus qo'shib beriladi. Centrum Holidays shunchaki umra safari emas. Centrum Holidays ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat. Siz ham shu qulay sharoitlarda ota-onangizni yubormoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni band qiling. Xo'p, 12 viloyatdan bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zingizga yaqin joyda joylashgan bank orqali to'lov qilasiz yoki Vodiyda joylashgan, Mag'lon shahrida joylashgan vokzalni oldida Centrum Holidays ofisimizga kelib to'lov qilishlaringiz mumkin.